speakingda o'quvchilarga mana sun'iy intellekt aytyapsizlar, va sun'iy intellekt bilasizlar-ku, hamma sohamizga kirib kelgan. Sun'iy intellektsiz internetsiz hayotni tasavvur qila olmaymiz. Hozir shunaqa davrdamizda. O'zim informatika metodistiman. Hozir sun'iy intellekt bizda aniq fanlardan alohida ajralib chiqdi-da. Alohida ajralib chiqdi. Kecha ikkinchi KRT darslari bo'ldi informatikada. Sun'iy intellekt bo'yicha o'qish ketyapti. O'shaning uchun sun'iy intellektni faqat informatika darsida emas, hamma fanlarda qabul qilishimiz kerak. Sun'iy intellekt hozir bizga shunaqa topshiriq berilgan. Hamma fanlarda informatika, matematika, ingliz tili, ona tili, hamma fanlarda albatta sun'iy intellektdan, aktidan dars jarayonida foydalanish qanday qilishingiz kerak bo'ladi. Sizlarga darslaringiz qiziqroq bo'ladi, ustoz. Sun'iy intellekt masalan, sun'iy intellektdan nima bo'lsa, o'zimiz ko'proq anaqa nimalar vocabularingiz oshirishimiz kerak. Menda anaqa speaking gapirishga nima yo'q-da, ochiq oynaga qarab gaplashishni biladigan nima yo'q. Yana qisqa ichi bo'ladi endi. O'zi informatika, men lekin ingliz tilini juda yaxshi bilaman. Bo'ladi-chi? Hammalari bor. Hammamizda bor, bu ustozimizdagi faqat anova. Men yo'qsharyapman. Ana ozroq qarang. Yo'q, ingliz tili. Sertifikatmi? Sertifikat. Bizda o'qituvchimizda ham oltalarida bor. Tamam. Bu yerda olsa oladilar shu harakatda. Registratsiya qilganman. Yaxshi. Hal bo'lmasa Yo'q, xohlasangiz ko'rsating, o'zingizga baribir boshqa tilda ko'rsatilgandan qiziqarliroq. Men bu yerdan. So before start our lesson, as usual, we divide it into two groups, and everybody stand and go over the corner of the room, and you have to find who is the listening, who is the writing, and who is the speaking, and who is the reading. Yes, it's up to you. You have to find who is the reading, who is the writing, and who is the speaking. You are reading and you are listening, you are writing, and finally speaking. Speaking. Okay. Now, here's a given. So, we passed this session. Yes? So this one is the four corners we have. Unfortunately, we have the few teachers. That's why we list only the one. Yes. So this one is, and here's the given some questions.